Taxminan miloddan oldingi 700 va 350-yillar orasi. Nuh alayhissalomning o'g'li Yafes sulolasidan biri dunyoga keldi. Iskandar Zulqarnayn dunyoga adolat keltirishi uchun Alloh tarafidan yuborilgandi va yer yuziga hukmdor 4 kishidan biri bo'ldi. Hazrati Ali u haqda shunday degan: bulutlar unga bo'ysundirildi. Lozim bo'lgan har qanday kuch uning amriga berildi. Tun va kun unga yordamchi qilindi. Qur'oni Karimning Kahf surasi va ko'plab hadislarda Iskandar Zulqarnayn haqida batafsil ma'lumotlar yozilgan. Podshoh va sarkarda bo'lgan Zulqarnaynga Alloh mag'rib va mashriqni kezib, yer yuziga hukmdorlik qilish maqomini bergandi. Kunlardan bir kun sarkarda sharq tomonda bir qavmga duch keladi. Bu insonlar tog'lar orasida yana bir qavm ularga kun bermay buzg'unchilik qilayotganini arz qilishadi va shunday deydilar: ey Zulqarnayn, bu millat oramizda fasod chiqarmoqda. Senga haqqini bersak, oramizga bir devor qurib, bizni ulardan xalos etsang. Bu qavm Hind tarixida Koka Vikoka, xristian va yahudiylarda Gog Magog, islom dunyosida esa Yajuj Majuj deb atalgan buzg'unchi millat edi. Yajuj va Majujlar kofir maxluqlardir. Shakllari insondan biroz farqlidir. Yuzlari yassi, ko'zlari kichik, quloqlari fil qulog'idek buyuk va bo'ylari qisqa bo'ladi. Zulqarnayn yordam so'ragan bu millatga shunday deydi: Allohning menga bergan marhamati siz beradigan mol va mulkdan xayrliroqdir. Yaxshisi siz menga yordam bering. Ularni ajratib turadigan mustahkam devor quraylik. Ikki tog'ning orasini temir parchalar bilan to'ldirishni buyuradi va uning ustidan erigan mis to'kib Yajuj Majuj qavmini shu metin devor orqasiga abadiy habs etadi. Hadislarda aytilishicha, ular har kuni erta tongdan devorni buzishga harakat qilishadi. Tashqariga chiqishga oz qolganida to'xtab ertaga davom etamiz deb chekinishadi. Ertasiga ertalab esa qazigan joylari Alloh qudrati bilan eski holiga qaytadi. Balki bu 1000 yillardan beri davom etib kelmoqda. Kunlardan bir kun ulardan